Mashina bozorda Sergelidamiz. Xorazm nomer bilan 8x4 36 tonnalik KAMAZ kran sotuvga kelgan. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, narx-navosi to'g'risida, texnik sosteniyasi to'g'risida ma'lumot olishni xohlasalaringiz, videomiz tagiga nomerni qoldiramiz. Bu yerda mana nomerlari bor. Ko'rib olsangiz ham bo'ladi. 90lik 922 77. Tak, balonlar holati yaxshi. Texnik sosteniyasini endi o'zlaridan bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Kimdir hozir qurilish qilyapti, dom quryapti-da, arendaga kran ishlatyapti. XMG, Zoomlion, palon millionga soatiga kelyapti. Lutchi mana o'zingiz mana shu odam bilan gaplashing, xarid qiling. Balkim rassrochkaga, vikupga, boshqa narsaga gaplashib olishingiz ham mumkin. Ikkita turbo kompressorlik, demak bu Euro 2 adashmasam. Gaplashib olsangiz bo'ladi, mana mulk o'zingizniki zato.